Assalomu alaykum. Demak, moddiy nuqtani tezlanishini topishga doir misolni ko'rib chiqamiz. Bunda m nuqtani trayektoriya tenglamasini hamda 1 sekunddagi m1 nuqta holatini aniqlash hamda nuqtani 1 sekunddagi tezlanishlarini aniqlashni ko'rib o'tamiz. Harakat tenglamasini ko'rinishi quyidagicha. Birinchi darajali tenglamadan t ni aniqlaymiz hamda kvadrat tenglama ko'rinishli funksiyaga qo'yamiz hamda y ga doir x kvadrat funksiya kelib chiqdi. Bu funksiya bizada parabola tenglamasini beradi. Parabolani qiymatlarini aniqlaymiz. 0 sekundda 0 holatdagi koordinatasini aniqlaymiz hamda x y ga miqdorlarni berib parabolani chizamiz. Parabola quyidagi ko'rinishga ega. Shundan so'ng harakatni 1 sekunddagi vaziyatini aniqlaymiz. Berilgan trayektoriya tenglamasida t ni o'rniga 1 sekundni qo'yib miqdorlarni aniqlaymiz hamda parabolada ko'rsatamiz. Demak, parabolamiz m0 nuqtadan m1 nuqtaga quyidagi holda harakatlanadi. Tezligini aniqlash uchun x o'qdagi tezligini aniqlash uchun x tenglamasidan vaqt bo'yicha hosil miqdorini olamiz. Y o'qdagi tenglamasidan birinchi darajali vaqt bo'yicha hosil olib, y o'qdagi tezligini aniqlaymiz va miqdorlarni olamiz. m1 nuqtada bularni holatini ko'rsatamiz. X musbatdan chiqdi, demak v x o'ng tomonga qarab yo'nalgan, v y manfiydan chiqdi, koordinata o'qiga teskari yo'nalgan. Ulardan perpendikularlarni o'tkazib, chizmada to'la tezlikni ko'rsatamiz va uning miqdori quyidagi ifoda bo'yicha hisoblaymiz. Va to'la tezlik m1 nuqtaniki 9,4 metr taqsim santimetr taqsim sekundga teng ekan. Tezlanishlarni topishga o'tamiz. Tezlanishlarni aniqlashda x o'qdagi proyeksiyasini topish uchun x o'qdagi tezlikdan vaqt bo'yicha hosili, y o'qdagi proyeksiyasini topish uchun y o'qdagi funksiyadan tezlik funksiyasidan vaqt bo'yicha hosil olamiz va miqdorlarni aniqlaymiz. Aniqlangan miqdorlar bo'yicha grafikda funksiyalarni tezlanishlarini ko'rsatamiz. X o'qi 0 chiqdi, y o'qi esa -8 santimetr taqsim sekund kvadrat, y ga teskari yo'nalishda qo'yamiz. To'la tezlanish y o'qdagi bilan ustma-ust tushadi, chunki x o'qdagi tezlanish 0 ga teng. To'la tezlanishi miqdor jihatdan ham y o'qdagi proyeksiyaga teng bo'ladi.